oilasi yangraydi, hurmatimizni bildiramiz. Qo'qon shahar kasblar maktabi Qo'qon shahrida bitta bo'lib professional ta'limning ilk qaldirg'ochlari. Sizlar mana shu kasblar maktabining ilk qaldirg'ochi sifatida nafaqat shaharda, balki respublikada ham har bittasi familiyangiz, ismingiz, o'rningiz bo'ladi o'zingizga yarasha. Bu o'zi bilan bir qatorda mas'uliyat ham yuklaydi. Ya'ni siz orqangizdan kelayotgan keyingi bitiruvchilarga ilk qaldirg'och sifatida mana shu yangi prezidentimiz ochib bergan tizimni qanchalik muhimligini shu yerda olgan bilimingiz, ko'nikma, malakangiz bilan ko'rsatib berishingiz kerak. Sizni ochib bergan yo'lingiz, siz orqangizdan borayotgan ukangizga, singlingizga bu juda ham katta o'zgarishlar, juda ham katta bir ahamiyatga ega bo'lishini yodingizdan chiqarmang. Siz mana bugun maktabdagi tengdoshingiz attestat olgan bir paytda siz bugun qo'lingizga personal ta'limning ilk juda ham bir ajoyib ko'nikma, malaka, talablar yozilgan, sizga ishonch bildirib ilk qaldirg'och sifatida muhtaram prezidentimiz belgilab bergan yangi tizim bo'yicha qo'lingizga boshlang'ich personal ta'lim diplomini qo'lingizga kiritasiz. Ilohim mana shu diplom hammalaringga hali ilk diplomni boshlang'ich olgan diplomingiz bo'lsin, davom etsin bular. Bakalavrga davom etsin, magistrga davom etsin. Kelgusi faoliyatlaringda ham ilk boshlagan qadamlaring xayrli bo'lsin hammalaring. İnson hayotda nimani maqsad qilsa, nimaga harakat qilsa, hammasiga Alloh yetkazadi. Chunki siz ortingizda duo qilib turguvchi ota-onangiz, sizga doimiy rivoj tilovchi ustozlaringiz turadi. Sizdan faqat harakat, ishonch va mehnat talab qilinadi xolos. Mana shu joyda olgan hammangiz olgan ustozlardan ozmi, ko'pmi olgan bilimlaringizni, olgan o'gitlaringizni har bitta borgan joyingizda imkon qadar qo'llashga, duo olishga, o'sha joyda o'rningizni topishga chin dildan tilayman. Har bittangizni, har bitta o'qituvchilar biz yaxshi ko'ramiz. Xuddi uyimizda balamiz sizlardan ko'ra kamroq ko'ramiz. Sizlarni mana shu yerda ko'rib, qalb qo'rimizni berganmiz. Hammangiz mana shu mehrlarimizdan olgan holatda o'zingizni o'rningizni topishligingiz. Mana shu maktabga kirib kelgan paytda ko'chada ko'ramizmi, to'y tomoshada qayerda ko'rsak ham mana shu o'quvchi bizni dargoh tugatib boshlagan, o'zini ilk ishini, ilk biznesini, ilk tadbirkorligini deydigan, faxrlanib yuradigan o'quvchilardan bo'linglar. Ishonsangiz bo'ladi bunga. Xuddi shunday Dilmurod va Madinaxon Ahrorjon qiziga topshirdi. Gilamga chiqinglar do'stlar, gilamga. Oyoqlar ekan bo'ladi. Bizdan bilim nurlarini sochgan, murg'ak ko'nglimizning qulfini ochgan mo'tabar insonsiz aziz ustozim. Samimiy tilda aytaveradi. Kelajakka quchoq ochib so'z, biz har tarafga qilamiz faroz. Rozi bo'ling bizlardan ustoz, xayr maktab
maktab xayr kursdosh. Avvalambor assalomu alaykum barchalaringga. Kasb hunar kollejiga topshirganimizdan juda ham xursandmiz. 2 yil davomida ustozlarimizdan bilim, sir asrorlarini o'rganib keldik. Bu borada ustozlarimizga guruhimiz nomidan chin dilimizdan samimiy tilaklarimizni izhor etamiz. Yurakda asragan mangu bu so'zim, to mangu turaman ta'zimda o'zim, dilimning tubida yangragan so'zim, ustozim. Sizga ta'zimdamiz doim ustozim. Albatta barcha tadbirlarimizda hamma o'quvchilarimiz juda ham zo'r she'rlar aytishgan, lekin bugun hamma hayajonda. Shunday ekan, bugungi bitiruv oqshomimizda ajoyib tabriklarimiz bor ustozlarimizga. Aticha 5 guruh o'quvchilari tomonidan ustozlarga izhor qilmoqchi bo'lgan dil so'zlari hamda tabriklari bo'lsa, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ustoz endi ba'zi o'g'illarligi uchun majlis qilamiz. Avvalambor 2 yil o'qitganlaringga rahmat. Oz bo'lsa ham shu narsani qabul qilasiz. Hayajonlanganingni tushuntiribman qizim. O'zim ham hayajondaman. Albatta bitta narsa sizlarni ko'rib, to'g'risi umuman boshqacha birinchi qaldirg'ochlar hammangizni yaxshi ko'ramiz biz. Yo'g'oningizni ham yaxshi ko'ramiz. Hammalaringni mana shu olgan diplomlaring yaxshi kunlarga asq olsin. Bizni ozmi ko'pmi bergan hunarimiz, bilimimiz, o'gitlarimiz hayotingizda qaysidir bir kuningizda qo'llang. O'sha joyida eslab qo'ying. Qunduzxon ustozim bunaqa degandilar. Munojotxon ustozim bunaqa degandilar. Guruh rahbarim Foziljon domla mana bunaqa degandilar. Saydaxon ustoz mana dedilar. To'g'ri yo'lga boshlashgan ekan. Mana degan gaplarni gapiringlar, eslab qo'yinglar, bizga shuni o'zi yetadi. Hammalaringni yana bir bor tabriklayman. Ayniqsa bitta narsa sho'qingizni ham, koridorda yurganingizni ham. Xullas mana shu yerda har bir qilgan. Endi yomonlik demaymiz, sho'xligingizni hammasini biz kechiramiz, ustozlar kechirimlimiz. Kechirganimiz uchun 280 tezga diplom berdik. 280 ta nafar o'quvchi yetuklik diplomini oldi. Mana shu yetuklik diplomi ba'zi birlaringga oliy ta'limda diplomi bo'lsin. Bizni o'rnimizni bosadigan kadrlar bo'linglar. Mana biz bir kun pensiyaga chiqamiz. O'rnimizni sizlar bosishlaring kerak. Ayniqsa mana Afroza libos gruppasiga hozir qarab turib Quvonch yoshlari, quvonch. sizlarga o'rnini bosarmikin deyapman.